o'quvchilar o'rtasidagi soliq bilimlari yosh avlodga ko'rik tanlovining maktab bosqichidagi eng faol o'quvchilarni aniqlash jarayonidamiz. Bu yerda nafaqat bilim, balki ijod, mantiqiy fikrlash va soliq madaniyatiga bo'lgan munosabat sinovdan o'tmoqda. Soliqlarda, ya'ni barchamiz bu so'zni eshitishimiz bilan majburiyat deb o'ylaymiz, lekin aslida bu majburiyat emas, mas'uliyatdir. Atrofimizga qaraylik. Biz yurib turgan yo'llarimiz, o'qiyotgan maktab, universitetlarimiz, shaharlar, binolar, bularning barchasi soliq hisobidan mavjud. Biz soliq to'laymiz, bolalar bilim oladi. Biz soliq to'laymiz, bemorlar davolanadi. Biz soliq to'laymiz, shaharlar barpo etiladi. Soliq bu faqat pul emas, bu kelajak uchun qo'yilgan qadamdir. Mas'uliyatli bo'lsak, ertaga kuchli jamiyat qura olamiz. Shuning uchun bu majburiyat emas, ongli tanlovdir. Eng yaxshi ishtirokchilar tuman va viloyat bosqichlarida ham o'z bilimlarini sinab ko'rishadi. Biz esa bu jarayonni kuzatishda davom etamiz.